Bundan tashqari ba'zan bir tomonlama uvishish yoki bir tomonda tanani yarmidagi uvishish hamda sal holsizliklar uchrayotgan bo'lsa, bunaqa holatlarda jiddiyroq qarashlaringni iltimos qilarmiz. Chunki bir tomondagi uvishishlar yoki quvvatni pasayishi bu ko'proq bosh miyadagi turli xil o'zgarishlar, masalan surunkali miya ishemiyasi, ya'ni qon yetishmovchiligi yoki bosh miyadagi shu tromboz holati, o'tkir bosh miyada insultni boshlang'ich belgisi yoki bosh miya ichida qanaqadir kista, gematoma yoki turli darajadagi xavfsiz o'smalar rivojlanayotganligidan ham darak berishi mumkin. Shu sababli albatta mutaxassislarga uchrab, qondagi o'zgarishlar, koagulogramma, uvchanlik hamda mana hozir viruslardan keyin juda ham ko'p S-reaktiv biolog deymiz, ya'ni shamollash oqsili yuqori darajada yurib, ko'pincha mana shunaqa erta insult, infarkt holatlari juda ham yosharib ketgan. O'shaning uchun haqiqiy holat nimadaligini anglanish uchun tomografiya, yashash joyida mutaxassislar ko'rinsa, nevrostatus deymiz, odamni o'zidagi bo'lib kechirayotgan jarayonlarda o'z belgilarini ko'rib, funksional diagnostika apparatlari, o'sha MRT, qonda uvchanligi, SRB, koagulogramma, yana boshqa o'z lozim topgan tahlillarni mutaxassislar buyurishadi. Mana shu tahlillardan o'tib, sog'liklaringga jiddiy e'tibor qilishlaringni iltimos qilib qolardik.